Bitta life hack ko'rsatib qo'ymoqchiman. Onyx trackerlarda bo'ladigan narsa, akkumulyator o'tirib qolgan paytda, ili bo'lmasa akkumulyator alishtirgandan keyin stiklopodiyonni avtomatik ko'tarmay qo'yadi. O'shani qanday ko'tarish kerakligi men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Mashinani zavat qilasizlar. Mana mashina zavat bo'ldi. Mashina zavat bo'lgandan keyin mana bu yozuv chiqadi, oynani ko'targin degan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu tushunmaganlar uchun oyna ko'targin degan. Oynani ikkitasini baravar mana pultini shunday tushirasizlar baravariga. Mana bunaqa yozuv chiqadi. Baravar tushirdingiz, baravar ko'tardinglar. Baravar ko'tariladi. Baravar ko'tarilganda ozgina ushlab turiladi, mana qo'yib yuborasiz. Keyin orqasidan xuddi shunaqa. Baravar tushirilib, baravar ko'tariladi. Mana baravar ko'tarilyapti. Mana bu uji yozuv o'chadi mana bu yerda. Yozuv o'chdi, mana benzinning rasmi chiqdi. Mana endi bu ishlaydi, mana bosib tursanglar mana avtomatik. Bu life hackimiz kimda kim tushunmaganlar uchun bu trekker va boshqa mashinalarda amal qiladi.